Demek, leksimizin devamını anlayışla vatandaşlarım. KA deyildiğin İngilizce de. Amerika koyuvatken pulunu yığıp al. Amerika Zapas Pul Komiteti koyuvatken dolarını yığıp aldı. 2014 yıldan başlap Amerika Qo'shma Shtatlar Zapas Pul Komiteti dollarını koyuvatishni qisqartdi. Nazariya jihati Jungoda mazg'ab iqtisod yemirilish kerak edi. Yemirilish kerak edi. Zo'r ko'lamda iqtisodiy krizisning portlashiga sabab bo'lishi kerak edi. Chunki Jungoda Markaziy banka pul besib tarqitish bilan inovatini yo'qotdi. Hem bankining inovatini yo'qotdi, hem xalq puli Xitoy pulining inovatini yo'qotdi. Agar yana davomli pul besib tarqitadigan bo'lsa, tashqi privatga ta'sir ko'rsatdi. Lekin Jungo hukumati xatolik ustiga xatolik sodir qilib, mazg'abni texmi cho'ngaytib, uy imorat tijoratidagi mazg'ab iqtisodga esilib oldi. Uy imoratining yana davomli sotilishining sababi shu bo'ldiki, pul besib tarqatganlik tilla uy imorat sohasida tijorat bo'ldi, bozor bo'ldi. Lekin sanoqsiz uy imorat hozirning o'zida bekor turibdi, tashlanib turibdi. Buning Jungo hukumatining nazari tushgani yo'q yoki ish og'ritgani yo'q. Jungo savdo sanoat halqalari va amaliy gavdalik iqtisod sohasi halqalari taqilishga boshladi. Bu taqilishning mazg'ab iqtisod bilan eng zo'r munosabati bor. Uy imorat kasbi sohasi qistonchilikda halok bo'lishga yuzdan deyishga bo'ladi, deydi Newdo efendi. Hech qanday ahamiyati bo'lmagan bunday saxta gullanish va saxta taraqqiyotni iqtisodning o'sib berishida harakatlantiruvchi kuch devilish hamoqatning gapidir, hamoqatning mantaqisidir. Bu faqat kompartiya hukmronligi ostida yuz beradigan ajoyib, g'aroyib iqtisod hodisasidir. Jungodan boshqa har qanday bir davlatda bundaq ishning yoki bundaq iqtisod hodisasining yuz berishi bu mumkin emas. Dollarni qo'yib o'tishni qisqartish shu narsani isbotladiki, masalan 2014 yildan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlar Zapas Pul Komiteti dollarni qo'yib o'tishni qisqartish shu narsani isbotladiki, bu Jungoning mag'zab iqtisodiga ajallik zarba elib keldi.